Unda bolalar yuziga qarasangiz mana maktabda ko'p solishtiraman-da va onlayn darslarda ham yoqib qo'yinglar deyman videoni. Bolalarning yuzi sizga ko'p narsani anglatadi. Yuzni o'qishni o'rganishimiz kerak. Yuzni xuddi o'ziga tushib, doktorga bersa o'qa olingda, hamma ham tushunmasligi mumkin. Qanaqa holat, qaysi a'zoingiz bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining belgilari bor, bunda qarab o'qiydi. Shunga o'xshab bolaning yuzini o'qishni o'rganishimiz kerak. Siz gapingizdan ta'sirlanyaptimi, yo xayol boshqa yoqdami? Savol berganingizda yuzlarini o'zgarishi, hatto uni holatini, javobi biladimi yo'qmi, shundoq ko'rsatib turadi. Buning uchun salkam psixolog bo'lishimiz kerak. Psixolog bo'lish uchun psixologiya sohasida o'qish ham shart emas o'zi. Ana bu matnlarning ma'nosini chuqur tahlil qila olsak, o'shanda salkam psixolog balki ulardan ham kuchliroq. Chunki ularda nazariya bor. Bizda nazariya kuchli bo'lmasa ham amaliyotda qo'llay olamiz. Har qanday sohada matematik bo'ladimi, ona tili bo'ladimi, tarbiya fani bo'ladimi, albatta psixologiyadan o'zini ulushini olish kerak o'qituvchi odam. Chunki ruhiyat bilan bog'liq. Ruhiyat bilan ishlamasangiz siz dars berasiz, chiqasiz, bo'ldi. Boshqa foydasi bo'lmay qolishi mumkin.